Sizlar shaharga keldimi tez yordam? Ha, kiravering. Qani, kimni ko'rish kerak? Kim kasal? Mana shu odam kasal, shuni ko'rish kerak. Bu odam so'pa-so'pa o'xshayapti. Ha, hop. Bizning ish haqimiz $1,500 bo'ldi. Ana aytdim. Yurak chata bo'lib qoldi. Shuni davolang endi. Xo'p. O'ziga kelmayapti, balki narxni tushirarsiz. Ha, bo'pti. 1400. Yo'q, baribir foyda bermadi. 1200. O'ziga kelmayapti baribir. 1200. 1100. Ha, bo'pti, $1000. O'ziga keldi. Rostdan $1000 berdimi, to'g'ri eshitdimmi? Ha. Voy, endi o'zim yaxshi his qilyapman. Sizga rahmat. Sizdan tez yordam xizmati $800 bo'ldi. Ha?